Nasib bo'lsa mana Andijonga registratsiya boshlandi. Akalarimizni kirib oldinglarmi, yaxshimi aka? Hammasi qiyinchilik bo'lmadimi? Xudo xolasa hozir registratsiyani o'tkazib turib, pasport kontroliga olib borib chiroyli qilib ko'rsatamiz. Akalarimiz xudo xolasa registratsiyadan bittasi o'tyapti. Mana yana bittasi. Akamiz. Shular biz videolar qilishimiz sababi xohlagan hayotga siz eshik tagidan kirgizib yuboryapsizmi? Ichkarida nima bo'ladi, akalar? Ichkarida ham inshaalloh ishlar bo'ladi, ko'ngil to'q qilaveringlar. Men to'g'risi bu Andijonda registratsiyasi bo'layotgani uchun kirdim. Akalarimizni ertalab soat 4 olganmiz. Asl bo'lsa, hozir registratsiyadan o'tib, pasport kontroliga chiqib ketgan. Akalar endi zingizda qilib yuboryapman. Hadi videolar. Hali pravachida bolalar bor, nechtadan nechtasi 10 ta deydi, yasinga bo'lsa. Gap yo'q. Bitta misol tariqasida tushuntirib berib ketayim. Mana registratsiyadan o'tdinglar, qo'linglar biletlarni oldinglar, mana akalar. Chiqish va GATS deb qo'ygan. Bu sizlar kirib ketish joyinglar. Mana pasport kontrol 18 dan 31. Ya'ni mana shu 26 shuning ichiga kiradi. Xudo xolasa 8:25 da uchamiz ekan, 13B joyimiz ekan. Nasib bo'lsa. Bo'ldimi? Ketdingmi? Yuring. Nasib bo'lsa. Haligi videolarda pasport kontroliga olib borib qo'yasanmi deyishadi. Bu kirganingizdan keyin aeroport Runukada birov bezda qilmaydi. Faqatgina eshik tagida. Sizlar kirganinglarda ham turuvdimi? Sizlar bezda qilmadi? Alinaqami? Davolnimi bergan pullar rozimisizlar? Ey, joninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'ling sizlar aka. Gap yo'q. Rahmat. Ishlarga rivoj bersin. Alloh rozi bo'lsin. Mana akalar majburlar shu o'zidan so'rab qo'yibman. Pasport kontrol kirib ketishadi. Xudo xolasa aka, sog' bo'ling, Allohga omonat. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Bo'ladi. Sog' bo'linglar. Xo'p.